Assalomu alaykum hammaga. Bu sumkada nima borligini hammalar bilasiz. Aka, assalomu alaykum. 1 minut. Alaykum, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchaman. Aka, mana shu sumkaning ichida nima bor? Pul bor aka, pul. Pulmi? Ha, necha pul bor? Ma'lum aka. Voy joningiz sog' bo'lsin. Men bitta ochib ko'ring aka. Necha pul borligini ham ko'ring aka. Aka, buning ichida 10 million miqdoridagi pul bor. Mana shu pulni men sizga berib yuboraman. Agarda temir brat ruchkasini sotib olgan bo'lsangiz, eshitganmisiz temir brat? Voy, olmaganmisiz aka. Aka, mana qarang. Haqiqatmikan? Voy, mana shu gap menga kerak edi. Yaqin. Endi qarang. Temir brat ruchkasini hozir sizlar o'yinda onlayn ravishda sotib olsanglar bo'ladi. Uning uchun Telegramdan mana shu nicklarga yozinglar, men o'zim sizlarga atvet qilaman. Onlayn sotib olsanglar ham bo'ladi va 10 millionning egasi sizlar bo'lishingiz mumkin. To'g'rimi aka? Men aka maslahatdan beraman. Voy joningiz sog' bo'lsin. Qarang aka, men sizga hozir yana bitta imkoniyat beraman. Agar menga podpiska bo'lgan bo'lsangiz, qaniydi, men dushingiz 10 milliondan tashqari 500 ming so'm sizga berib olaman. Podpiska bo'lmagan. Voy, nima bo'pti? Yaqinlar. Podpiska ham bo'lishmagan. Voy, nima qilyapman? Dorixonadan bosh og'ridi, orava ichib yuboring, boshim og'rib ketadi, to'g'risi bor. Charchamay jigarim.